O'zbekistondan kelganman. O yoqdan shera kelib yaxshi bo'lib ketdilar. O'sha kishi diskriz aytdilar. Ayoq hassoga qo'ygan aytdilar, ayoqlar og'rigan aytdi, yaxshi bo'lib ketdilar. O'sha kishini eshitib shera keldim. Giyohlardan olib mana davolanamiz. Siz ham diskriza bilan kelib o'tiribman shera. Xudoga shukr yaxshi bo'lamiz. Xudo shifo bersin bizlarga. Assalomu alaykum. Men tabib Hosil Nosiriy. O'zbekistonning Buxoro viloyatidanman. Buxoro shahriga yashaymiz va faoliyat ko'rsatamiz hozirgi kunda. Diskriza bilan menga juda ko'p kishi murojaat qilyapti. Diskrizani davolash uchun biz Ibn Sino retseptlariga asoslangan holda mana shu dorini tarkib qilganman. Mana bu majunni tarkib qilganman. Mana bu majun iste'mol qilishga diskriza kasaliga beriladi. Sotishga mana bu vazelinsimon malham beriladi. Mana shular diskrizani davolashga juda yaxshi natija beryapti. Olgan odamlarning ko'pi menga minnatdorchilik bildiryapti. Rahmat deyapti. Xudo xolasa bundan keyin ham shunday samaradorlik bilan ishlaymiz degan umiddaman. Bizning amaliyotimizda 3 marta qayta operatsiya bo'lgan kishilar ham murojaat qildi. Keyin mana shu dorini iste'mol qilib, buni surtib, buni ichib, shu bilan sog'ayib ketdi va oradan mana 5-7 yil atrofida vaqt o'tyapti. Ular qaytib o'ldim demadi menga. Demak, siz bunga kafolat bera olasizda, to'g'rimi? Chunki kafolatdan o'tgan. Bu endi amaliyotimizdan o'tib o'zini samarasini berdi. Ibn Sino retsepti bo'yicha tayyorlangan. Biz 100% shunga ishondik. Xudoning qudrati bilan, Xudo xolasa shu ish bo'ladi. Xudoning irodasi bu. Xudo xolasa shifo bo'ladi inshaalloh. Demak, sizga kelgan odamlar hammasi ko'plari rahmat deb aytib ketishyapti. Bemalol. Ko'plar rahmat deb aytyapti. Menga bemalol murojaat qilishlari mumkin, shu doridan foydalanishlari mumkin. Operatsiyaga ham hojat yo'q, iste'mol qiladi, surtadi shu. Demak, hech qanaqa fiziki hech qanaqa mehnat talab qilinmaydi bunda, faqat surtiladi, ichiladi. Hech qanday massajga ham, boshqa narsalarga ham nima tavsiya etilmaydi, hojat yo'q, faqat ichadi, surtadi shu, yaxshi bo'lib ketaveradi xudo xolasa. Faqat homiladorlar ishlatmaydi. Tushunarli, katta rahmat. Salomat bo'ling.